Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Mana bizda navbatdagi kompyuter bitiruvchilarimizni hozir prezentatsiyalarini sizga ko'rsatamiz. Ushbu guruhimiz 32-guruh hisoblanadi. Hozir xuddi boshqa guruhlarimizga o'xshab ushbu guruhimiz ham o'z qilgan ishlarini prezentatsiyaga asosan bizga ko'rsatib va gapirib berishadi va 3 oy mobaynida qanday bilimlarga ega bo'lganlarini batafsil bizga gapirib berishadi. Bizni kuzatishni davom etinglar, hali qiziqarli kontentlar barchasi oldinda. Do'stlar, biz birinchi o'quvchimizni taklif qilamiz. Birinchi o'quvchimiz bizni Aziza ekan. Aziza keling, qarshilab chalib qo'yamiz. Sizga hamdor. Demak, Aziza, sizni 3 oylik kursni bitirib, muvaffaqiyatli mana shu kunga yetib kelganligingiz bo'yicha tabriklaymiz. Chunki hamma ham yetib kela olmaydi. Bu darajaga, bu bilimlarni o'rganishga sabr qila olishmaydi. Mana shunga qaramasdan Aziza bizda o'qib, shunchalik mana hozir kurslarimizni bitirdilar. Prezentatsiyangizga omad. Men esa o'z joyimni egallayman. Siz esa o'z prezentatsiyangizni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Qani ketdik bo'lmasam. Assalomu alaykum. Men bugun taqdimotimda Zaf akademiyasidagi kompyuter kursi mobaynida nimalar o'rganganim haqida gapirib bermoqchiman. Avvalambor o'zimni tanishtirsam, mening ismim Miralieva Aziza, yoshim 18 da. Hozirda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining 1-bosqich talabasiman. Kompyuter kursida olgan bilimlarim haqida batafsil gapirishdan oldin kompyuter kursi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Zaf akademiyasidagi kompyuter kursi 3 oy davom etib, unda siz kompyuterga ilmiga oid bilimlarni malakali o'qituvchilar tomonidan deyarli barcha yoshdagi o'quvchilar uchun mo'ljallangan dastur asosida o'rganasiz. Ushbu kursda biz Word, Excel, PowerPoint kabi dasturlardan foydalanishni o'rgandik va shu bilan birga internetdan, kompyuterdan qanday qilib to'g'ri va samarali foydalanishni va to'g'ri taqdimot tayyorlash, uni to'g'ri topshirish, chiroyli nutq so'zlash kabi muhim ko'nikmalarni shakllantirdik. Xo'sh, meni birinchi o'rgangan dasturim bu Word dasturi bo'lib, u asosan matnlar bilan ishlash uchun yaratilgan va Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, unda faqatgina matn yaratish emas, balki hujjatlar yozish, jadvallar bilan ishlash, ularni qayta ishlash kabi juda ko'plab funksiyalari mavjud. Ushbu slaydda meni Word dasturida qilgan ishlarimni ko'rishingiz mumkin. Birinchi ishim rus tilida yozilgan hujjat bo'lib, ikkinchi ishim yuqorida aytib o'tganimdek jadval yaratish funksiyasidan foydalanib ingliz tili faniga oid ma'lumotlarni jadval yaratib kirgizganman. Keyingi o'rgangan dasturim Excel dasturi bo'lib, unda biz asosan iqtisodiyotga oid hisob-kitoblarni amalga oshirishda ishlatamiz. Ya'ni bu dasturda asosan hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Unda ma'lumotlar jadval ko'rinishida yaratilib, bunda har xil funksiyalardan, turli xil formulalardan yoki turli xil diagrammalarga oid murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirishga oid ko'plab funksiyalardan foydalansak bo'ladi. Bu dastur ham Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va dunyodagi eng mashhur va keng miqyosda qo'llaniladigan dasturlardan biri hisoblanadi. Men Excelda qilgan ishlarimni shu slaydda ko'rishingiz mumkin. Yuqorida aytib o'tganimdek, Excelda barcha ma'lumotlar asosan jadval ko'rinishida saqlangani uchun meni bu yerdagi ikkita ishim ham aynan jadval ko'rinishida. Keyingi o'rgangan dasturim bu PowerPoint dasturi bo'lib, u yordamida biz har xil taqdimotlar tayyorlashimiz mumkin. Hozirgi kunda barcha sohada aynan taqdimot tayyorlash juda muhim ko'nikma hisoblanib, siz xoh jurnalist bo'lasizmi, xoh biznesmen bo'lasizmi, o'zingizni boshliqlaringizga yoki hamkasblaringizga yoki auditoriyangizga o'zingizning yangi loyihalaringizni samarali va ancha tushunarli va shu bilan birga qiziqarli usulda taqdim etish uchun aynan taqdimot yaratish kerak bo'ladi va PowerPoint bu uchun aynan mukammal dastur deb hisoblayman. Chunki aynan o'zimni ta'lim olish jarayonida ham ingliz tili o'qituvchim bizga taqdimot tayyorlash vazifasini topshirdilar va aynan o'sha taqdimot tayyorlash vazifasi berilganda menga ushbu kursda olgan bilimlarim juda asqotib, yaxshi baholar oldim. Slaydda meni PowerPointda qilgan bir nechta ishlarimni ko'rishingiz mumkin. Birinchi ishimda men san'at tarixiga oid slayd tayyorlaganman, ya'ni taqdimot tayyorlab, uni o'qituvchimga topshirdim. Ikkinchisida kompyuter kursi mobaynida berilgan mustaqil mavzuga oid ishim. Bu yerda ham xuddi shu aynan PowerPoint mavzusini o'tayotganimizda ustozimiz bizga erkin mavzu bo'yicha taqdimot tayyorlashni vazifasini topshirdilar va bu ham aynan o'sha vazifaga oid bo'lgan ishlarim. Endi men sizga Zaf akademiyasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman, chunki bu yerga kelishdan oldin bir nechta o'quv markazlariga bordim, lekin ularning hech qaysi men ko'nglimdagidek bo'lmadi. Va Zaf akademiyasi aynan men ko'nglimdagidek bo'ldi, chunki bu yerda faqatgina o'quvchilarni shart-sharoitda emas, muhit ham aynan o'qishga undaydi. Zaf akademiyasi Yangiyo'lda joylashgan eng yaxshi o'quv markazlaridan biri bo'lib, unda siz kompyuterga oid muhim bilimlarni o'rganishingiz mumkin. Zaf akademiyasida IT, kompyuter grafikasi,
yo'q. Grafik dizayn, web dizayn, ingliz tili, rus tili kabi juda ko'plab kurslar mavjud. Bu yerda siz bir vaqtning o'zida bir nechta ko'nikmalarni hosil qilib, ya'ni juda ko'p bilimlarni o'rganib chiqishingiz mumkin. Xo'sh, va Zaf akademiyasida o'qigan o'quvchilarni ham ushbu slaydda ko'rishingiz mumkin. Sezilarli ajoyib natijalarga erishganiga guvoh bo'lganmiz. Bugun men sizlarga o'z taqdimotimda aytib bermoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Juda ham zo'r qarshilab chalib qo'yamiz. Mana bizga hozir Aziza barcha kerakli bo'lgan prezentatsiyaga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni gapirib berdilar. Bundan tashqari Zaf akademiyasi haqida ham gapirib berdilar, juda ham zo'r. Tabriklaymiz. Bizning prezentatsiyamizda muvaffaqiyatli o'tdingiz va o'ylaymanki, nutq ham o'zgarishi darajada bo'ldi, chunki to'xtalishlar kam bo'ldi yoki bo'lmasam gapirish jarayonida barcha improvizatsiya qilinish kerak bo'lgan joylar yoki bo'lmasam prezentatsiyaga qarab turib gapirish kerak bo'lgan joylar, taqdim etilgan faktlar, ya'ni haqiqatdan ham misol uchun o'qib turib o'sha ma'lumotlarni chiqarib berganliklari yoki jadvalni yasab berganlari to'g'risida o'zlarini qilgan bitta ikkita ishlarni ham ko'rsatib, haqiqatdan ham misol uchun ishontira oldilar desam bo'ladi. Albatta keyinchalik kimga misol uchun agar shu videorolikni tadbirkorlar ko'rayotgan bo'lsa, marketing sohasiga juda ham kuchli bo'lgan qizlarning birida hisoblanadi. Misol uchun aytaylik, reklama qilish kerak bo'lsa, bemalol reklama qilib berish mumkin bo'ladi va aynan nutq mana shu jarayonda juda ham katta yordam beradi. Agarda sizning nutqingiz juda ham zo'r bo'ladigan bo'lsa, nafaqat kompyuter sohasida ishlashingiz, ya'ni kompyuteringiz o'zida ishlashingiz, undan tashqari aynan siz hozirgi kunda ishlayotgan korxonangizdagi mahsulotni reklama qilib, o'z lavozimingizni yoki o'z darajangizni ko'tarishingiz va eng asosiysi o'z daromadingizni ko'tarish ehtimoliga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Sizni tabriklaymiz Aziza, juda ham zo'r, o'z joyingizni egallashingiz mumkin bo'ladi. Biz esa navbatdagi juda ham zo'r. Biz esa navbatdagi o'quvchimizni taklif qilamiz. Demak, bizning navbatdagi o'quvchimiz guruhimizdagi 12 yoshlik o'quvchimiz, ya'ni Firdavs. Qani Firdavs, keling, qarshilar chalib qo'yamiz. Juda ham zo'r. Tabriklaymiz 3 oylik kursga yetganligingiz bo'yicha. Firdavs ham juda ham ko'p praktика qildik. Oldingi safarlar ham chiqib bizga gapirib berdilar. Undan tashqari uydagilarga ham gapirib bergan ekanlar. To'g'rimi? Opachalariga, uydagilariga juda ham yaxshi tarbiyalik qilindi. Alloh hozir Xudo xolasa ishonib aytamizki, Firdavs bizga o'z erishgan natijalari va qilgan ishlarini batafsil tushuntirib beradilar deb ishonch hosil qilamiz. Albatta Firdavs, sizga omad. Men esa o'z joyimni egallayman. Siz esa o'z prezentatsiyangizni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Kelishdikmi? Juda ham zo'r. Qani boshladik bo'lmasa. Assalomu alaykum barchaga. Men bugun sizlarga kurs ishimni gapiraman. 3 oy davomida olgan bilimlarimni aytib bermoqchiman. O'zim ham bunda gapirib beradigan bo'lsam, men ism-sharifim Qalandar Firdavs. Hozirda IT yo'nalishida o'qiyapman. O'rgangan darslarimdan biri Word, Excel, PowerPoint'larni o'rgandim. Word haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, Wordda jadvallar bilan ishlash, matnlar bilan ishlash deyiladi. Wordda qilgan ishlarimdan biri LBS jadval, LBS degan jadval, buni siz rus tilida yozilgan счет договор degan jadval. Matn. Endi bajargan ishim English degan jadval. Excel haqida gapiradigan bo'lsam, jadvallar bilan ishlash, formulalar bilan ishlash deyiladi. Hisoblar bilan ishlash. Bajargan ishim bu Excel jadvali. PowerPoint haqida gapirib o'tadigan bo'lsa, rasmlar bilan ishlash, prezentatsiyalar bilan ishlash, taqdimotlar bilan ishlash deb ataladi. PowerPointda bajargan ishim bu sport sohasida bajarganman. Ikkinchi ishim BM haqida. Zaf akademiya haqida gapiradigan bo'lsa, Zaf akademiyada boshqa kurslar ham bor. Rus tili, ingliz tili, buxgalteriya, avtomaktab, IT, kompyuter ham bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Juda ham zo'r qarshilar chalib qo'yamiz. Albatta 12 yoshlik o'quvchi uchun bu yaxshi natijalardan biri hisoblanadi. Ko'z tegmasin. Buni hozir ko'rib o'zim esimga tushib ketdi, chunki buni yoshida men o'zim ham prezentatsiyaga shunga o'xshagan taqdimotlarni amalga oshirgan paytda juda ham tez gapirganman. Tez gapirib, maksimal darajada tezroq gapirib chiqib ketishni reja qilganman, lekin sekin albatta o'rganamiz. Albatta tajribamizdan kelib turgan holatda, mana oldingi safarlarda prezentatsiya topshirganlarida deyarli unchalik o'xshamayotgandi. Mana hozir уже bugungi darsga
kelib, kameraga qarab turib, endi shuncha odamning oldida, yana mana o'zini yig'ishtirib olib, prezentatsiyaga qaratgan holda kerakli bo'lgan gaplarni sal tezroq bo'lsa ham bizga gapirib berdilar. Ko'z tegmasdan juda ham yaxshi Firdavs. Endi qarang, sizga bitta shaxsiy savolimiz bor. Ayzaga savol bermaganimiz sababi chunki ular o'zi sirazi gapirib berdilar. Zaffa akademiyasi haqida shaxsiy fikringiz nima deya olasiz? Zaf akademiya haqida gapiradigan bo'lsak, yaxshi. Sekinroq gapiring, tez gapirmang. Zaf akademiyada yaxshi kurslar ham bor. Menga yoqdi, rus tili bilan kompyuterga qatnashyapti. Boshqalarga maslahat bergan bo'larmidingiz? Bergan bo'lardim. Zo'r. Mana Maslahat bergan. ko'rishingiz mumkin. Mana 12 yoshli bola, undan tashqari bittaga 12 yoshli emas, bizda kattalar ham, hattoki avtomaktabimizda ham, ya'ni Zaffa avtoklassimizda, Zaffa akademiyamizda ham bizni maslahat beradigan odamlar bu o'zimiz emas, aksincha bu bizning klientlarimiz, ya'ni haqiqatdan ham o'qib, natijaga erishgan o'quvchilar, ya'ni ularning 90% bizni maslahat berishadi va hokazo. Agarda sizga sifatli ta'lim, ya'ni sifatli tarzda kelajak kasblarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta Zaffa akademiyasiga tashrif buyuring. Firdavs, sizni tabriklayman, siz o'z joyingizni egallashingiz mumkin bo'ladi. Biz esa navbatdagi o'quvchimizni taklif qilamiz. Qani, ketdik bo'lmasam. Bizning navbatdagi o'quvchimiz bu Humoyuddin. Qani Humoyuddin keling, qarsalar chalib qo'yamiz. Juda ham zo'r. Humoyuddin, tabriklaymiz. Yoshingiz nechida edi? 13 yoshlik. E'tibor bering, 12 yoshlik, 13 yoshlik o'quvchilar kompyuter sohasiga o'qib, prezentatsiyalarni amalga oshirishmoqda. Tasavvur qiling, taxminan 10 yil ichida yoki 7 yil, 8 yilning ichida bular qanday mutaxassis darajasiga erishishlari mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda o'qish juda ham oson bo'lib qolgan. Asosiysi yaxshi ta'lim beradigan joyingiz va ushbu ta'lim joyida kerakli bo'lgan sharoitlarning o'zi bo'lsa kifoya bo'lib qolgan. Bu narsa esa aksariyat hozirgi kunda uyning o'zida ham bor. Agarda sizning uyingizda kerakli bo'lgan sharoitingiz bo'lmasa bilimni o'rganishga, albatta bizning akademiyamizga kelib turib o'rganishingiz mumkin bo'ladi, chunki bizning akademiyamizda o'rganishingiz uchun barcha sharoitlar mavjud. Xo'p, yaxshi. Humoyuddin, hozir bizga ham prezentatsiyalarni amalga oshirib beradilar. Ushbu o'z qilgan ishlarini, o'sha bizning sharoitimizdan foydalangan holatda tuzgan prezentatsiyalarni va o'rgangan bilimlarini bizga gapirib beradilar. Humoyuddin, sizga omad, men esa o'z joyimni egallayman. Bo'lmasam, qani boshladik. Qani ketdik. Kurs ichida 3 oy davomida o'rgangan bilimlar. Hammaga salom. Men ismim Soljonov Humoyuddin. Men 2012-yilman. Hozir 13 yoshdaman. 3 oy davomida o'rgangan dasturlarim bu Word, Excel, PowerPoint, shunga o'xshash dasturlarni o'rganganman. Keyin Word haqida ma'lumot bersam, bu Wordda ko'p matnli hujjatlar, matnlar bilan ko'pincha ishlaymiz. Wordda qilgan ishlarimdan bittasi bu kiyim mahsulotlari haqida qilganman. Yana bittasi bu daromad solig'i, xususiy daromad haqida qilganman. Yana bittasi darslar haqida qilingan, bu bittasi. Excel haqida ma'lumot bersam, Excelda ko'pincha elektron jadvallar bilan ishlaymiz, matnlar bilan ishlaymiz, ko'pincha jadval, formulalar bilan ishlaymiz. Excelda qilgan dasturlardan bittasi bu jadvalda qilingan ruscha narsa. Lekin yana bittasi bu hisoblashga oid narsalar qilganman. Yana bittasi bu ruscha, bu ham shunga o'xshash narsalar. PowerPoint haqida ma'lumot bersam, PowerPointda bu slaydlar, ko'pincha prezentatsiyalar bilan ishlashga kerak bo'ladi. PowerPointda qilgan ishlarimdan bittasi bu BMW haqida qilganman. Yana bitta o'zim haqimda qilganman. Keyin Zaffa akademiyasi haqida ma'lumot bersam, Zaffa akademiyasi IT va ingliz tili, rus tili, ko'plab narsalar o'rgatiladi. Bu yer juda ham yaxshi. Boshqa o'qish markazlaridan qaraganda e'tiboringiz uchun rahmat. Juda ham zo'r qarsalar chalib qo'yamiz. Juda ham yaxshi. Humoyuddin, tez, qisqa, lo'nda, ma'noli prezentatsiya bo'ldi. 13 yoshli bola uchun albatta bu juda ham yaxshi. Chunki aksariyatimiz kamera oldida gapirish va o'quvchilarning oldida gapirish ozgincha qiyinroq bo'ladi, lekin shunga qaramasdan bizning o'quvchilarimiz buni amalga oshirishmoqda. Humoyuddin, tabriklaymiz. Demak, sizga ham bitta shaxsiy savolimiz bor, ya'ni Zaffa akademiyasi haqida shaxsiy fikringiz.
Zaf akademiyasi yaxshi, boshqa o'quv markazlaridan men bu yerda ko'plab dasturlarni o'rgandim. Zo'r. Mana xudo xolasa IT kursini ham shu yerda davom ettirishni maqsad qilgansiz, to'g'rimi? Zo'r. Juda ham yaxshi. Agarda sizga mana shunday natija kerak bo'lsa, albatta Zarf akademiyasiga tashrif buyuring.